Oxirgi payt ijtimoiy tarmoqlarda ayol bolasini urib tashladi, bolalarini o'ldirdi, o'zini joniga qasd qildi kabi sovuq xabarlar ko'paygan. Ayollarni bu holatga qaysi sabablar olib kelmoqda? Sabablari juda ham ko'p bo'lishi mumkin, lekin men sizga 3 ta eng muhimini sanab beraman. Birinchisi, bolaligidan olgan tarbiya va rad etilishi. Ko'p hollarda bunday ayollarni o'zi ham bolaligida mehrda qashshoq bo'lgan. Ota-onalari tomonidan qattiqqo'llik, doimo tanbeh, mehr yetishmasligi ayolni keyinchalik hayotga salbiy qarashini shakllantirgan. Mehr ko'rmagan ayol keyinchalik mehr bera olishda ham qiynaladi. Ikkinchisi, bola qayta reaksiya qaytarmasligi. Aksariyat ayollar o'ziga tushayotgan bosimni bolaga yo'naltiradi. Eridan, rahbaridan va boshqalardan eshitayotgan gaplarini, alamini bolaga yo'naltiradi. Chunki bola javob, ya'ni qayta reaksiya qaytara olmaydi. Uchinchisi va eng ko'p bo'layotgan sabab er-xotin o'rtasidagi kelishmovchilik va mas'uliyatsizlik. Oilada erni qo'llab-quvvatlashi yo'q bo'lsa, ayol o'zini yolg'iz his qiladi. Moliyaviy bosim, kundalik hayotdagi muammolar, mas'uliyat faqatgina ayol zimmasiga o'tganda u chidash nuqtasidan o'tib ketadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu muammolarni ildizi mehr yetishmasligi, yordam va qo'llab-quvvatlash yo'qligidan. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta reaksiya qoldirib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.